Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadar haqida muxtasar siylamani yana bir darsligini o'qib o'rganib chiqamiz inshaalloh. Bugungi o'qiydigan mavzuyimiz yaratish martabasi. Xo'p, Alloh taolo har bir narsani yaratuvchisidir. Qadariylarning bir toifasi, bandalar yomonliklarni o'zlari yaratadi. Alloh faqat yaxshilikni yaratuvchidir deyishdi. Alloh taolo bandalarning yaxshi-yu yomon barcha amallarini yaratuvchidir. Alloh taolo oyatda shunday deydi: Holbuki sizlarning va sizlar qiladigan narsalarning amallaringizni Alloh yaratgan-ku. Sofat surasi 92-oyat. Samoniy o'zining tafsirida ushbu oyat ostida shunday deydi: Oyatda bandalarning amallarini Alloh yaratganligida mutazzilalarga raddiya bordir. Alloh subhanahu va taolo oyatda shunday deydi: U o'lim, hayotni sizlarning qaysilaringiz yaxshiroq amal qiluvchi ekanligingizni imtihon qilish uchun yaratdi. U aziz va o'ta mag'firatlidir. Mulk surasi 2-oyatlar ekan. Xo'p, Alloh taolo o'limni ham yaratgan zotdir. Shuning uchun ham qiyomat kuni o'limni qo'chqor suratida keltirib, jannat va jahannam o'rtasida so'yib yuboriladi va bugundan so'ng sizlarga o'lim yo'q, abadiy hayot bordir deb nido qilinadi. Alloh subhanahu va taolo yana bir oyatda shunday deydi: Alloh barcha narsani yaratuvchisidir. U har bir narsaga vakildir. Zulm surasi 62-oyat. Shu bilan qadar haqida yozilgan kichik risolatimizning nihoyasi edi. Shu eshitgan narsalarimiz, shu o'qib chiqqan darslarimiz hayotimiz tarzida shu eshitgan narsalarimizga amal qiladigan bandalar qatorida bo'lishini Alloh subhanahu va taolodan so'rab qolamiz. Hammanglarga kattakon rahmat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.